Do'stlar, salomlashayotgan joyimiz videoga yozilmay qolib o'sha hammangizdan uzr so'rayman va assalomu alaykum. Ashirani davom ettiramiz. Hamma narsalarni olib chiqamiz, keyin videoni davom ettiramiz. Xo'p, mana do'stlar, hamma narsani oldik. Endi ba'zi bir narsalarni kiyamiz. Ziyoddan ishtalgan narsa ko'ramiz. Buminga, ukamga, ukamga, buyam, nomingga hay. Qilich ukamga, Nobul ukamga, bitta sandiq menga. Buyog'i menga, yo'q ukamga. Ukam o'zi bu yerga kelsin, o'ziga beramiz. Ukam kelibdi, hozir buni berib kelamiz. Mana ukam yozuvchasi chiqibdi. Mana uka, mana xullas do'stlar, video ketyapti. Cho'ta videoni 3-4 marta olamiz, chunki video to'xtab o'chib qolyapti-da. Saqlanib bo'lmayapti. Qo'ylarni chopib yoramiz. Chopganimizdan keyin bu yerga qishloqdan tark etamiz. Men ketdim, ukam qolgan narsalarni yig'ishtirib keladi. Uka ana bu tomonlarga olib kelqaymi? O, ko'rdingizlarmi? Samarqanddan keladi. Hayvonlar uy quramiz do'stlar. Xullas do'stlar, bu yerga faqat daraxt chopganman, shuning uchun videoni tezlashtirib yuboraman. Zerikib qolmasliklaringiz uchun. Xullas do'stlar, video tugadi. Keyingi videolarga like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Kommentariyaga izoh qoldiring. Men albatta hammasiga atvet qilaman. Keyingi video chiqishi uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu bizga katta motivatsiya bo'ladi. Shular do'stlar.